Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Assalomu alaykum. Kunning muhim xabarlari bilan dasturimizni boshlaymiz. Rossiyada 1-aprelda migrantlarga yangi taqiqlar kiritilmoqda. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalaridan bosib qo'ying. Musofirdagi yurtdoshlar diqqatiga. Registratsiya, трудовой договор, продление документа, рассрочка hujjatlarini qilish kerak bo'lsa, unda aynan bizning 6 yillik tajribaga ega o'z vatandoshlari uchun eng halol va ishonchli xizmatlar endi aynan siz uchun. Yuqoridagi xizmatlar sizga kerak bo'lsa, hoziroq bizning quyidagi raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling. Rossiyada 1-aprelda migrantlarga yangi taqiqlar kiritilmoqda. Chuvashiyada muhojirlar mehnatiga yangi cheklov kiritilmoqda. 1-apreldan boshlab ularga quyidagi sohalarda ishlash taqiqlanadi. Alkogol va tamaki savdosi, taksi va jamoat transporti, ta'lim, sport va madaniyat. Ushbu cheklov Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zosi bo'lgan davlatlar fuqarolariga tatbiq etilmaydi, chunki ular Rossiyada rasmiy ruxsatnomasiz ishlash huquqiga ega. Peterda aholi migrantlar hostelida norozi. Ishga Basrikin aralashdi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Sankt-Peterburgning markaziy tumanidagi ko'p qavatli uyda migrantlar uchun hostel tashkil etilganligi va uning faoliyati mahalliy aholi tinchligiga tahdid solayotgani haqidagi shikoyatlardan so'ng Rossiya Tergov qo'mitasi raisi Aleksandr Basrekin mazkur holatni shaxsan nazoratga olgan. Manbaning yozishicha, mahalliy aholi Komalenskiy ko'chasidagi ko'p qavatli uyda joylashgan AGSMJ tomonidan ijaraga olingan ofisxonalarda migrantlar uchun hostel tashkil etilganligi, bu esa jamoat tartibi va tinchlik rejimining muntazam buzilishiga olib kelayotganidan norozilik bildirishdi. Ular o'z xavfsizliklari uchun xavotir bildirib, tegishli organlarga murojaat qilishgan. Ammo bu murojaatlar natija bermagan. Shikoyatlar Rossiya Tergov qo'mitasi raisi Aleksandr Basrekin Kontakti ijtimoiy tarmog'idagi qabulxonasi sahifasida izohlarda kelib tushgan. Shundan so'ng idora mazkur holat bo'yicha protsessual tekshiruvni tashkil qildi. Basrekin tekshiruv jarayonini markaziy apparat nazoratiga olib, Sankt-Peterburg bo'yicha SK Rossiya rahbari vazifasini bajaruvchi Oleg Bovkovga tekshiruv natijalari va qabul qilingan qaror haqida hisobot taqdim etishni topshirdi. Avvalroq prokuratura talabiga binoan Gorokhovaya ko'chasidagi turar joy uydagi kvartirada joylashgan hostel yopilgan edi.